Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Samarqand viloyat Urgut tumani Quyi Algar mahallasida 278-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ya'ni fasol ekilgan. Maydon hajmi 5 gektar, uzunligi eniga 305 metr, bo'yiga 160 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Hozirda ekinlar o'nib chiqib, gullab yotmoqda. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 18 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari o'rtacha 30 sotixdan yer bilan ta'minlangan. Loyihani amalga oshirishda lider tadbirkor Husniddin Tomorqa xizmati oilaviy korxonasi va Javohir dallari uyushmasi ishlab chiqarish savdo kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonnadan jami 15 tonna hosil olinishi rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham dehqon xo'jaliklari yuqori daromadli ekin ekishni rejalashtirmoqda.